Assalomu alaykum akalar. Bu videoda tezda gazel stansiyaga tashab qo'yiladi. Mana gazel mashinamiz. Paralari shu o'zgacha. Chunki bu mashinamizni juda katta yangilik qilganmiz. Motorimizning holatlari, o'rnashgan jarayoni, shu borasi ideal joylashdi. Kia Carnival 3 объемli 6 silindrli motor qo'yganmiz. Bu mashinamizni avtomat qilib berganmiz. Mana salon xonalarimi, ichkaridan zavat bo'lishi. Hozir kunda nima ishlar bo'lganini sizlarga ko'rsatib beramiz. Hozir bir zavat qilib ko'rsatamiz. Zavatchi. Motorimiz ishlashlariga gap yo'q. Ideal. Zavat bo'lishlari. Aborot olishlari hamma joy ishlayapti.